Xullas do'stlar, mana почти 4 oydan beri biz sizlarga istoriyalarda aytib keldik. Buxoro viloyatida apellyatsiya instansiyasi qurilyapti. 273-modda narkotik savdosi bilan bog'liq 5 yil ozodlikdan mahrum qilingan birinchi instansiya tomonidan. Mana shu ish bo'yicha biz apellyatsiya bergan edik. Mana bugun natijasi, Xudoga shukr. Va biz xullas mana qahramonimiz oqlovga erishdik. Mana jazodan xullas qamoqdan ozod qilindi. Men hozir emotsiyadaman, to'g'risi. Bu xullas natijada his qilish kerak bo'ldi. Mana bu anaqada ishda albatta do'stim Mahmudjon bilan birgalikda qonunni amalda ishlashini isbotladik deb o'ylayman va bu holatda bitta maslahat bermoqchi edim. Adolat uchun kurashiladi, shunchaki erishilmaydi va adolatni hech qachon kimdandir kutish kerak emas. Adolatni egasi bor. Ana shu egasidan so'rasangiz, albatta adolatga erishasiz. Mahmud aka, fikrlaringiz bo'lsa? Demak, bunday g'alaba albatta advokatlarni yanada ruhlantiradi. Chunki mana shunday g'alabalar nima deydi, faqatgina buni advokat bo'lib his qilib ko'rish mumkin-da. Bu qanday sodir bo'lyapti? Ya'ni oqlov o'z-o'zidan sodir bo'lmayapti. Mana shunday adolatli sudyalarimiz borligi bizni yanada ishlashga undaydi. Mana shu oqlov qanday sodir bo'lyaptiki, ya'ni himoyamiz ostidagi shaxs, ya'ni Temur akaga nisbatan noto'g'ri tadbir o'tkazilyapti, noto'g'ri hujjatlar rasmiylashtirilyapti, video tasvirlar yo'q va sud jarayonlarida biz hamma dalillarni o'sha Jinoyat protsessual kodeksi normalari bilan birma-bir ko'rsatib berganimizdan so'ng sud mana shunday adolatli qarorga keldi deb hisoblaymiz. Barchaga g'alabalar muborak bo'lsin, davomli bo'lsin. Siz borki, hamma anaqalarni aytib berishga harakat qildingiz, lekin bu bo'yicha alohida Mahmud aka bilan podkast tashkillashtiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana silkalarda YouTube kanalimiz bor, o'sha yerda joylashtiramiz va batafsil boshidan oxirigacha nima bo'lgan, biz qanaqa harakat qildik, hammasini tushuntirib beramiz. Sizga huquqiy himoya kerakmi? Albatta bilasiz. Kimga murojaat qilish? Temur aka? Rahmat sizlarga. Ish olmagandim. Chiqdingizlar. Ish olmagandim, lekin yutib chiqdingizlar. Rahmat katta sizlarga. Adolat bor. Qonun bilan ishlash kerak. Qonunni bilish kerak, samimman. Ana shu. O'sha gap.